barakatuh qadarlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylarida qarindoshlarım hammalarniki mushu vaqti va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbuldan sizlarga Allohninki cennet salam bo'lgan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan salomni berish bilan birlikda biz burunda birlikte öğrenip kelayotgan tedbir yaysin derslerinde bugün Erkin Sıdık yazımları 7. kısım bunu kullanımdaki mono kitap. Şu kitaptan öğrenip gelgen turmuşun mühim savatları ve sabaklarıdan ayalla bilişkitegişlik erlerge ait mühim işler. Ayallarning erler hakkında bilişkitegişlik mühim işler deb anda koyup demem mevzunu yani okşaş ma'nida çıkıyordu kadarlı qarindoshlar. Şu ötken hafta to'liq o'qib bo'lmagan ikkiga bo'linib ketdi. Shunlashqa bu mazmun bugun shu kelgan yerimizdan davom qilib o'qiymiz. Aldığım mazmunda ayallar bilişkitegişlik erlerge ait mühim işlerden birinci erler ayaladan isteydiğin birinci orundaki neyse hürmetlenişten ibaret degenini öğrenip öttük. İkincisi de erler ayaladan haber alıdığın kılıp yaratılgan deptimiz. Üçüncüsü de cinsi münasebet erlerge güç kuvvet ata kılıdı degan mazmunni o'rganib bo'ldik. Hamda 4-mazmun erlarni hamma ayollar jalb qiladi. Undan keyin 5-mazmun erlar uchun romantik munosabat degan so'z, jinsiy munosabat degan so'z bilan o'xshash. 6, chiroyli bo'lishga intilishning o'zi bir xil go'zallik. 7, erlarning o'nkurdagi vaqtga ehtiyoji bor degan mazmunken qadarli qarindoshlar. Ana olsa 3. mazmun o'rganib o'tibdikanmiz. Endi 4-mazmun erlarni hamma ayollar jalb qiladi degan mazmunken jinim do'stlar. Ayollarning hammasi erlarni tabiiy holda o'ziga jalb qiladi. Bir yoki bir qancha ayollar emas, hamma ayollar erlarni jalb qiladi. Nihoyatda baxtli ayollar turmushini yashayotgan erlar hem de ayağlığı ölgücü küylüğün erlerini başka ayallarının hemmisi okşaşla celip kılıdı. Erler ene şundak yaratılgan. Aşunda karakter hem erlerge tabii halda ata kılıngan. Özünün ayalı acayip güzel. Özünün ayalı acayip kilişken ve özünün ayalını intayın yaxşı kürdüğün erlerini başka ayallar özüge celip kılıdı. Sizin yeriniz sizge bütün kalbi yoki bütün yüreki bilen kuyushi mümkün. Ama onun mingsinin bir parçasını ve onun kürüş kuvvetinin bir kısmını başka yüzlüge minligan ve 10 minligan ayollar celip kılıp durdu. Ayollarning turqi kelganda erlarning kürüş kuvveti ayollarninkiga zadılı o'xshamaydi. Bir ayol bir öyge kirgende öydeki başka ayollar derhal onun somkisinin qanchalik hashamatli ekanligiga, onun kiyiminin ve altın zinnet buyumlarının qandaqroq ekanligiga diqqat qilib, ko'ngillarida shularni baholaydi. Ammo o ayollar halqa ayolning uchisidagi kiyim onun bedenini ne kadar ching yeb turayotganligiga, onun kiyimida bedenning shakllari qanchalik ko'rinib turayotganligiga ve o ayolning bedenining qanchalik qismi ko'rinib turayotganligiga ancha diqqat qilmaydi. Ammo uyga kirgan heliqa ayolga uydagi erlar qaraganda, ular o ayolning ustidagi kiyim qanchalik ching ekanligiga, onun beden shakli qaysi darajada bilinib turayotganligiga, o ayolning bedenining qaysi qismi kiyim bilan yepilmay ko'rinib turayotganligiga diqqat qiladi. Erlar o ayolning somkisi, kiyimi ve altın buyumlarının qandaqroq ekanligiga ve ularning qimmat azallığı asasen dikkat qilmaydi. Aş ayol qarayotgan erlarning qanchalik dindar ve qanchalik axloqli bo'lishining qat'iy nazar her bir erning kallasida heliqa ayolga yana bir qatim qarab bilish istiki bilan o'zining axloqini saqlab, onunga qaramay
özünü kontrol qilib turish o'ttirisida jiddiy kurash yuz berdi. Har bir ana shundoq tabiiy xarakter bilan yaratilgan. Mayli bir to'y qilgan yoki boytaq bo'lsin, yosh yoki yashangan bo'lsin, oningda yuqorqidek xarakter tabiiy holda bor bo'ladi. Hamma erlar bir chiroyli ayolga yoki ayollarning chiroyli badallariga ko'z yugurtishdan nihoyatda zo'r huzur oladi. Erlar bir yerga jiddiy ish bilan ketib etib, yo'lda maxsus chiroyli ayollarni izlab yurmisimi, ko'z oldida biror chiroyli ayol paydo bo'ladi ekan, erning kallasida heliqi ayolning ko'rinishi sezib sezmay paydo bo'lishga boshlaydi. Ya'ni bundaq ishlar erlar uchun maxsus tirishchanlik ko'rsatish orqali emas, balki o'zligidan o'zi sezib sezmayli yuz beradi. Bir qo'lida ayolining qo'lini tutib menayotgan erlarning kallasining bir qismidami uning atrofidagi ayollarning ko'rinishlari namoyon bo'lib turdi. Erlar uchun boshqa ayollarga diqqat qilmay yashash intayin tasga tushadigan bir ish. Onu az degandek erlar uxlaganda kunduz ko'rgan ayollarni tushida ko'radigan ahvollarmi davomli yuz berib turdi. Odatda yosh yigitlarning mingilariga qizlar haqidagi xiyollar her 2-3 minutda bir qatim kirib turdi. Boytaq yigitlar uchun ma'lum bir vaqt oralig'ida qizlarni xiyoliga kirgizmay, bütün zihnini boshqa ishlarga markazlashtirib o'tish asosan mumkin emas. Peygamber aleyhisselam hakkındaki Ebu Davud yazgan bir hadiste deyilishicha, Peygamberimiz öğünün aldığı yolu qarab olturğunida aldıdan bir ayal o'tgan. Şu çağda onunda bir xil cinsi münasebet istiki qo'zg'algan. Şunun bilan Peygamber aleyhisselam uyga kirib, ayali bilan karvatga chiqib, o'zidagi tashnalikni qondirib, andin sirtqa yenib chiqqan. Hamda Peygamber aleyhisselam mundaq degan: bir ayal sirti manganda şeytan onun jamalini etrafidagi erlarga aslidagidan ko'p güzel qilib ko'rsatdi. Yani şeytan onu güzelleştirib o'tadi. Şunlaşqa bir sirti bir ayalni ko'rib, o'zida jinsiy munosabat istiga tug'ilganda, o istakni o'z ayoli bilan qondirvasi bo'laverdi. Chunki boshqa ayollarda bor narsa uning o'z ayoladimi bor. Mana bular bizning payg'ambarimiz degan so'zlar. Debto qadrli qarindoshlar, men buningga ishinib bo'lmayman. Peygamber aleyhisselamning dağlıq nevresi İbn Abbas Kur'an'daki Allah barlıq çoğun günahlarını ötküzgen kişilerini cezalaydıgan bulup, doğru yol tutkan kişilerinin küçük günahlarını bolsa əpu qılıdı degan mezmunu öz çıqağan bir sürü izahat verip, küçük günah misallar içindeki en yaxşı misal bir erinin bir ayalga nezer taşdışıdır degan. Qısqası, erlerinin ayollarga nazar tashlashi bir saqlanğılı bulmaydigan kichik günah bulup, erlerinin ayollarga nazar tashlamaslığı jengide %100% utalaydigan erler asasen mevcut emas. Bu xil ahval qiz ayollarning ko'nglini yerim qilib, ularda qimmati tuvan kishilardek tuyg'u paydo qilib, ularni ruhiy jihatdan tushkunlashtirishi mumkin. Ama bizning bu yerde yuqoridagi ahvollarni yozishimiz hargizmo hadis singillarni tushkunlashtirishni maqsad qilgan emas. Bizning maqsadimiz sizlarni ayollik hayotini o'ngishli elib menish uchun zarur bo'lgan bilim va kuch-quvvat bilan ta'min etishdan iborat. Mushundaq ishda er-xotinlik munosabatni normalni davomlashtirib menishda bilishga tegishlik yana ikki narsa bor. Onun biri, eğer siz erinizning boshqa bir ayolga nazar tashlayotganligini ko'rib qoldikansiz, siz onunga ochiqlaning. O ishning sizning ko'nglingizni og'ritganligi va sizni tiriktirganligini eringizga ayting. Hamda bir yaxshi xotin bo'lishga tirishib, eringizdan o'zingizning qandoq yordamda bo'la oladiganligingizni so'rab baqing. Ammo har qanday ahvol ostida erinizning boshqa bir ayolga bir qatim nazar tashlaganligini erim endi meni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qopti deb tushunmang. Yuz bergan undaq ishning erinizning sizga bo'lgan muhabbati bilan hech qanday munosabati yo'q. Yuz bergan u ish hargizmi uning sizga bo'lgan muhabbatining kuchliklik darajasini namoyon qilib bermaydi.
Başka ayollarning eringizni jalb qilishi bir yuzaki ish bo'lib, mohiyatda eringiz yanala sizni burunqidekla suyudi. Bunday ahvolda başka ayol erinizning yuragini jalb qilolmaydi. Undaq ish sizning eringizni jalb qilolmaydiganligingizni, sizning yetarli darajada go'zal emasligingizni tushuntirib bermaydi. Erlarning başka ayollarga nazar tashlashi jinsiy munosabat istiki tufaylidan emas. Erlar o'zlari uchratgan her bir chiroyli ayol bilan jinsiy munosabat o'tkazishni o'ylamaydi. Balki ayollarning sirtqi jamoliga ko'nglida opirinlik va qoyillik bildirish erlarning tabiiy xususiyatidir. Biz bu yerda kuchli darajada ta'kidlamoqchi bo'lgan asosiy nuqta ana shu. O'tganda dunyodagi eng dog'liq 5 nafar ayol modellarining biri yo'liqqan mundaq bir ahvol dunyoga nihoyatda cho'ng xabar bo'lib taqaldi. O ayol bir kuni ishdan tushib uyga qaytib kelganda erining yalang'och ayollarning rasmlari besildigan bir jurnalni ko'rib o'tirganligini ko'rib qolgan. Shuning bilan o ayol nihoyat qattiq xafa bo'lib, eri bilan ajrashib ketgan. Demak, dunyodagi eng go'zal modellarning birini xotin qilib elib olgan hiliqa er o'z ayoli bilan qanoat his qilmay, shuning bilan u yana boshqa ayollarning yalang'och rasmlarini ko'rgan. Masxarlik bo'lgani shuki, u er başka ayollarning meynat resimlerini ko'rib o'ltirganda, ihtimal dunyodagi boshqa millionlagan erlar onun öz xotinining resimlerini ko'rib turayotgan bo'lishi mumkin. Elbette bu erning qilganlarini o'rinliq ish deb hisoblag'ili bo'lmaydi. Onun qilgani to'g'ri emas. Ammo siz hargizmi erinizning boshqa ayollarga nazar tashlab qo'yishi bilan öz g'ururingizni zahmlantirib olmang, öz qimmatingizni tushirib olmang ve öz hürmetinizni acizlaştırib olmang. Siz erinizning heliqida qiliqini tanqidlasınız ve ayıplasınız bo'ladi. Ammo erinizning onda qiliqini o'zingiz bilan bog'lab olmang. Erinizning onda qiliqining erinizning sizga bo'lgan sevgisi bilan hech qanday munosabati yo'q. Onun yana biri yuqorida tushuntirilgandek, hamma erlarning boshqa ayollarga nazar tashlashdan iborat bir meselesi var. Siz aşımdaq erlerinin birinin ayarlı boğallıqınız üçün erinizden başka ayarlığa dikkat kılıbatqanlıq görünüşlerini devamlıq uçurtup durursunuz. Hem de aşımdaq ahvallarda açıqlanısınız ve uladın tereksiz. Şunda qilish bilan billa siz erinizni to'g'ri tushunish yo'lida mu azroq tirishchanlik ko'rsatding. Erinizning mu jinsiy munosabat masalasida tabiiy holda paydo bo'lgan ish pushuqi ve tirikishleri barligini to'nib yeting. Agar eringiz jinsiy munosabat ishidagi tashnaligini siz orqali qanoatlantirolmasa, onunga boshqa qandaq amal bor. Hozir siz ko'chalarning qandaq yeriga bering, nihoyat ochiq kiyingan qiz cho'qarlarni qadamda bir ushurtib turasiz. Ondaqlarni televizorlarda davomli ushurtib turasiz. Shunlashqa eringizga bir oz hissashlik qiling. Erinizga bir az mehribonlik ko'rsating hamda eringizga o'z sevgingizni to'liq namoyon qiling. Eringizning jinsiy munosabatda bo'lgan tashnoligiga yetarli darajada e'tibor bering. Agar siz eringizga o'z badaningizni ko'rsatmasangiz, eringizning sizdan to'liq huzur olishiga yo'l qo'ymasangiz, undaqda eringiz qanday qiladi? Sizda yaratquchimiz ato qilgan bir go'zal jamol bor bo'lib, eringizning uningdan huzurlanışıga fursat bering. Shunda qilsangiz, eringiz sodir qilish ehtimoli bor bo'lgan bir qism masalalardan saqlang'ili bo'ladi. Ya'ni ayollarning erleri özünün erleri to'g'riliq bilib olishga tegishli muhim ishlardan 5-si erler uchun romantik munosabat degan so'z jinsiy munosabat degan so'z bilan o'xshash. Erler ayol kishi bilan bo'lgan romantik munosabatni istaydi. Ammo ularning unda qilishga sabab romantik munosabatni jinsiy munosabat pallasiga chiqishning shotisi qilishdan iborat. Erler uchun romantik munosabat bilan jinsiy munosabat chambarchas bog'langan. Erler ayoliga biror sovg'at berish yoki shuningga o'xshash boshqa biror ishni qilib berishning ayollar tushunchasidagi ahamiyatini asosan tushunmaydigan bo'lib,
ular ayoliga yoki biror ayolga ma'lum bir sovg'atni taqdim qilish orqali uning bilan jinsiy munosabat qilish maqsadiga yetishni o'ylaydi. Ashundoq ma'nini ilib aytganda erlar uncha romantik emas desa chekidan oshirib aytganlik bo'lmaydi. Bu ish ustida bir qatim ilmiy tekshirish elib berilgan bo'lib, tekshirishga qatnashgan mutlaq ko'p sondagi erlar mening bir romantik er bo'g'im bor degan. Shundoq bo'lib turibliq, nima uchun erlar romantik er bo'lish haqida shuncha bilimsiz keladi? Amaliyotda erlar bu ishda uncha bilimsiz emas bo'lib, erlarning romantik bo'lmasligidagi eng muhim yoki birinchi o'rinda turadigan sabab ular o'zlarining romantik bo'lish yo'lidagi tirishchanligining ayol kishi tarafidan rad qilinishi, masxara qilinishi, zanglik qilinishi yoki e'tiborga ilinmasligidan nihoyatda ansiraydiganligidan iborat. Boshqacha qilib aytsak, erlar o'zlarining romantik bo'lish yo'lidagi urinishlarining muvaffaqiyatli bo'lmay qolishidan to'limi ansiraydi. Shunglashqa ayollar erining romantik bo'lishga uringan ish harakatlariga alohida diqqat berishi va uningga muvofiq muomala qilish kerak. Masalan, sizning eringiz bir oqshomni nihoyat romantik o'tkazmoqchi bo'lib, sizni sirtdagi bir yaxshi restoranga olib, mehmon qilish qatorliq bir qator ishlarni planlagan bo'lsin. Agar siz shu restoranga berib, oldingizga kelgan tomoqni yaratmay, oshpazni tanqid qildikansiz, sizning eringiz sizning qiliqingizni men bu romantik kechini deganda qamlashtirolmadim deb tushunadi. Agar eringiz sizni bir kinoga olib borgan bo'lib, siz o kinoni yaratmasangiz, uning eringizga bo'lgan ta'sirimi yuqorqidek bo'ladi. Bu yerda siz eringizni yaratmaslikka urinmadingiz, ammo eringiz bu ishni ana shundoq tushunib qoladi. Agar eringiz sizga bir sovg'at berganda, o sovg'at sizning ko'nglingizga yoqmay, siz buni nimishqimi olgansiz, bundaq narsaga pul isrof qilib nima qiladingiz deydikansiz, eringiz siz uchun romantik ish qilaman deb mag'lub bo'lgandek hissiyotga kirib qoladi. Qisqasi, erlar ayoliga ma'lum romantik ishni qilib berganda, o ayolining o'zi qilgan ishni nihoyat yoqtirishini, uningga nihoyat xushal bo'lishini hamda o'ziga boshqacha yiqimni qilishni istaydi. Shundaqla shu kuni oqshimi karvatga ishning yuz berishini umid qiladi. Romantik ishlarning aniqlamasi erlar bilan ayollar uchun o'xshash bo'lmay qilishi mumkin. Masalan, bir ayol uchun uyda yaxshi tomoqdan birni itib, tomoq ustiga shamlarni yiqib qo'yib, eri bilan bo'lgan qizg'in paranglar ichida o tomoqdan bahirlanib, andin eri bilan uydagi safoda o'tirib, bir kinoni birlikda ko'rishning o'zi romantik ish bo'lishi mumkin. Ammo u ayolning eri uchun bo'lsa sirtga chiqib, ayoli bilan birga tomoq yeb, uningdan keyin kinoxonada kino ko'rib, andin oqshimi karvatda birga chiqish bir romantik ish bo'lishi mumkin. Mashunga o'xshash er bilan ayolning romantik ish haqidagi tushunchasida xeli cho'ng farqlar bor. Er bilan ayol o'tirishga mushundaq o'xshamaslik masalasini hal qilishning eng yaxshi usuli er xotin ikkilan obdan paranglashib, qarshi tarafning romantik ish tushunchasini bilib olishdan iborat. Yana bir masala, agar ma'lum bir kundagi romantik ishlarning oxirgi natijasi er xotin ikkilarning karvatga birga chiqishi bo'lmaydi ekan, o holda erda umidsizlik yoki yaratilmaslik tuyg'usi paydo bo'ladi. Bu ahvolmi erlarning bir xil jinsiy munosabat maxluqlar ekanligini tushuntirib beradi. Shuning uchun erlarning romantik ish yo'lidagi tirishchanligi er xotin ikkilarning karvatdagi ishi bilan mukofotlangani yaxshi. Agar biz yuqoridagi tushunchalar asosida g'arbning madaniyatiga qarab boqadigan bo'lsak, er o'g'illarning nima uchun oqshimi xotin qizlarni tomoqqa opirishga shuncha kuchaydiganligini bilalaymiz. Amerikada bir kinosida bir o'g'il bir qizni oqshimi bir choyxonaga opirib qahva olib turdi. Qahvani ichib bo'lgandan keyin yigit o qizni o'zining yatqiga opirishga urinadi. O qiz unimisa,
ondaqda mağa heliqi qəhvənin puludun tülü etken bolsunuz deydi. Bu bir sel uçuğa çıqqan ehval. Amma g'aribdə aşındaq işlarni xeli köp uçratqılı buludu. Qısqası, əgər iriniz sizga bir romantik işini qilib bəgəndə, siz onu yaratmaydı ekansiz, o sizning naiti çoğ xatalıqınız buludu. Yuqurda tilga ilingandek, erlərning g'ururi ayol kishining tanqidi oldida intayin ojiz keladi. Agar iriniz sizga birer romantik ishni qilib berdigan, siz uning chuqum boshqacha yaqinlik qiling. Ba'zida siz eringizni tanqidlash yuzasidan degan bir qancha eg'iz gap ikkinlarning o'ttirisidagi romantik munosabatning bir qancha yil uzilib qolishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. 6. Chiroyli bo'lishga intilishning o'zi bir xil go'zallik. Erler ayolының bedeni yangi to'y qilgan vaqtiga qaraganda sal yo'g'inab qolganligiga asosan parvo qilmaydi. Ammo ular ayolining chiroyli ko'rinishga urinmayotganligiga alohida diqqat qiladi. Ayolining atir ishlatib, yuziga yirim qilib va chiroyli kiyimlarni kiyib, shu orqali chiroyli ko'rinishga tirishmayotganligiga nihoyat ahamiyat beradi. Erler asasen ayolini başka ayollarga ve adi derecelik ayol modellarga seliştirmaydı. Erler asasen özünün ayolının beden kuruluşuna razı bulup ütüdü. Ama ayoli özüdün özü haber almagını da ve özünün taşqi kıyafetini oğlap yürümegini de erlerinin içi pişip ulanın köngülü yerim buludu. Ayollar birer ayollarının yığılışıga ve şunun okşaş başka birer faaliyetki beriştin burun neçə saat vaqt sərf qilib, üzüge girim qilib, yaxşı kiyinib, özünü obdan pəydazlaydı. Amma iri kəşdə işdən düşüb uyga qaytıb kelishdən burun 5 minut vaqt çıxırıb 5 minut vaqt sərf qilib, özünü azraq oğlab qoymaydı. Bu erlər ən küçük dərəcədə narazı bulunğan əhval. Obdan oylanıb baxın. Sizin chiroyli jamalingizdan ve sizden chiroyli qiyofetingizdan bahrilanishga ve suyunishga sharti hammadan bek to'shadigan kishi hargizmo siz borgan o'ltirishdagi boshqa ayollar emas. Siz borgan to'ydagi boshqa do'stlaringiz emas. Sizden chiroyli jamalingizdan ve sizden chiroyli qiyofetingizdan bahrilanishga ve suyunishga sharti hammadan bek to'shadigan kishi sizning eringiz. Şunlaşqa özünüzni erinizning oldida chiroyli ko'rishga tirishmay, boshqalarning oldida chiroyli ko'rishga tirishganligingizning nima ahamiyati bor? Ayollar asosiy jihatdan erining oldida chiroyli yasanib yurishning ahamiyatini ancha tushunmaydi. Hamda men darajadan tashqari modellar bilan raqobatlashmasam bo'lmaydi degan idiga rasmiy ishonadi. Amma aldın xetimlik maqala tilga ilingandek, erler bir vaqtda faqat bir ishni o'ylaydigan bo'lib, ular hargizmo ayolining beden qurilishini darajadan tashqari modellarning beden qurilishi bilan selishtirib yurmaydi. Erlerning istaydigini ayolining o'zining oldida chiroyli ko'rinishga intilishi va shu yo'lda zarur bo'lgan tirishchanliklarni ko'rsatishidan iborat. Ayollarning özlerinin turuqiga nisbatan öz ishonchining yo'qligi bir eg'ir masala. Bu yerdagi yaxshi ahvol shuki, agar ayol eri uyga qaytib kelishdan burun 5-10 minut vaqt chiqarib, o'zining turqini bir az o'nglab, o'ziga atir chechib, o'zining ko'rinishini biroz chiroylashtirib qo'ydi ekan, uning eri uyga qaytib kelganda ayolının özü aldıda chiroyli ko'rinishga tirishayotganligini sezadi. Şunun bilan ayolidan minnatdor bo'ladi va suyunadi. G'arbda ilib berilgan bir ilmiy tekshirishga qatnashgan erlarning 85%i o'zlari uchun muhim narsa ayolining 10-20 yil burungi vaqtidagidek yosh ko'rinish emas, balki ayolining erining hissiyotiga ahamiyat berib, eri oldida chiroyli yasanib yurishga urinishi ekanligini bildirgan. Ayollar o'zlarining sirtqi qiyofatlariga haddidan ziyoda sezgur bo'lib yashaydi.
Özlerining sirtqi qiyofatlariga haddidan ziyoda ko'ngil bo'lib ketadi. Erlarning bundaq ishlarga ko'ngil bo'lishi ayollarnikiga ozroq yaqinmi kelmaydi. Ko'p sonliq erlar uchun hammadan muhim narsa ayoli o'zining oldida va uy ichidami chiroyli ko'rinib yurish uchun yetarli darajada tirishchilik ko'rsatishdan iborat. Ayollarning chiroyli ko'rinishga urinishi erining o'ziga chiroyli yasangan bo'lib ko'rinadi. Ayollarning bir go'zal qiyofatga kirishga tirishishi erining ko'ziga go'zallashgan bo'lib ko'radi. Bu her bir ayol kishi to'nib yetishga tegishlik muhim ve nihayet addi tushunchadir. 7. Erlarning önkürdeki vaqtga ehtiyacı bor debdi qadrli qarindoshlar. O'qiyotganimiz va qo'limda tutib turgan turmushning muhim savotlari ve savoqlari degan Erkin Sidiq ustozningki 7. qism kitobidan ayollarning erlar haqida bilishga tegishlik muhim ishlari deganning 2. Dersimiz hem de 7. mezmunga keldik. Erlarning önkürdeki vaqtga ehtiyacı var. Erlarning tabiiy xususiyati shuki, ular har kuni azroq vaqtni o'z oldiga ayrim o'tkazishni istaydi. Ular har kuni ma'lum bir vaqt ichida barliq ishlardan qo'l uzib, hamda bir yerda o'zi yolg'iz turib, jurnal o'qish, internetdagi narsalarni tekshirish ve televizor xabarini ko'rishga o'xshash ishlar bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radi. Erlar cho'ng masalalarga duch kelganda ko'nglidagi ishlarni boshqalarga deb yurmaydi. Balki o'zi yolg'iz shu masala ustida o'ylanadi. Shundaq vaqtlarda erlar ikki engini tutib o'ltirib, boshda hech qanday ish qilmay turib o'ylanmaydi. Balki televizorda xabar ko'rishga o'xshash bir ish bilan shug'ullanib turib, kallasining orqa tarafida o'zi duch kelgan cho'ng masala ustida o'ylanadi. Hem de shundoq bir muhitda o'z masalasini hal qilishning chorasini o'ylab topa oladi. Har bir er o'zining ozroq vaqtini o'zi yolg'iz o'tkazishga ehtiyojli bo'lib, bu ularning önkürdeki vaqti bo'lib hisoblanadi. Bu vaqtda ular ko'nglidagi önkürge kirib, hamma ishlardan qo'l uzadi. Ayollar erining mushundaq bir ehtiyojini to'g'ri tushunishi hamda eri haliqi önkürge kirib ketganda onunga parakendichilik sanmasligi lozim. Erlarmi önkürden chiqiblar karavotga chiqib uxlab, ayoli bilan hech qanday vaqtini birga o'tkazmasimi bo'lmaydi. Unda qilishning o'zimi bir xil nachar ish bo'lib hisoblanadi. Erlar ayollarga o'xshash ko'nglidagi ishlarni boshqalarga davomli deb o'ltirmaydi. Bir qism ishlarni hech kimga demay, o'zining ko'nglida saqlaydi. Bu erlarning bir xil tabiiy xususiyati. Erlar jimjit yerda o'tirib, yana bir ishni qilgach, o'zi duch kelgan masala ustida o'ylanadi. Undaq jimjit yer televizorning oldi bo'lishi mumkin, kompyuterning oldi bo'lishi mumkin yoki qo'lidagi kitob bo'lishi mumkin. Şolaşqa sizning eringizga deydigan bir muhim gapingiz chiqib qilib, uni eringizga demoqchi bo'lgan vaqt eringizning önkürdeki vaqtiga to'g'ri kirib qoladi ekan, siz eng yaxshisi eringizning o'ylanish jarayonini buzib o'tmay, onunga amriqim. Mening sizga deydigan bir muhim gapim bor edi. Onu sizga qachon desam bo'ladi deb so'rang. Bu işte erlarmi adil bo'lish kerak. Agar eringiz saat 8'de paranglashayli deb sizga bir vaqtni belgilab bergan bo'lsa, o chuqum o'zining va'dasini saqlashi kerak. Ba'zida siz eringiz bilan gap talashayotganda, eringiz o'zining uyiga kirib, ketib, ishni yepib oladi. Onun bu xilqi hargizmi o'zini sizdan elib qochganlik emas, balki bu uning önkürge kirib ketishi bo'lib, o aşı öyle jimjit o'ltirib, sizlar deyishgan ishlar ustida o'ylanadi. Erlarning cho'ng ishlar ustida o'yinish usuli ana shu. Shunlashqa siz eringizning bundaq ishlarini to'g'ri tushunishingiz kerak. Ayollarning bir masalani hal qilish usuli bo'lsa, eri bilan gap talashish, munozara qilishish, o'xshash gaplarni qayt takrorlash va do'stlarga dard tukish qatorliqlar bo'lib, ular bu jihatda erlarga zotli o'xshamaydi. Agar siz
erlerning mushundaq psixologik xususiyatlarini to'liq tushundikansiz, sizning eringiz bilan bo'lgan munosabatingiz uzun muddatgacha sog'lom davomlashadi. Mana bular har bir ayol bilishga tegishli erlarga oid 7 muhim ish. Yuqorida bayon qilingan hukmlarning bir qismi bo'lib, erlar ayoldan istaydigan birinchi o'rindagi muhim narsa ayolining o'zini hurmatlash ekanligi haqidagi tushunchalar danglik kitobdan kelgan. Bir danglik kitobdan kelgan. O kitobning avtori 3 qatimda to'y qilib mag'lub bo'lgan Laura Doyle ismli ayol bo'lib, o dastlabida eri bilan huquq talashib o'tgan. Ammo turmushi o'ng'ishli bo'lmagandan keyin men bir shuncha yaxshi ayol tug'sam, nima uchun mening turmushim o'ng'ishli bo'lmaydi deb o'ylab, turmushda yangicha falsafaviy ideya qo'llashga boshlagan. Ondan uning turmushi nihoyat muvaffaqiyatli bo'lgan. O ayol o'z sarguzashtlari haqida bir kitob yozgan bo'lib, uning ismi Taslim bo'lgan ayol. The Surrendered Wife. Bu kitob g'arbdagi danglik kitoblar qatoridan o'rin olgan bo'lib, u har bir ayol kishining o'qib beqishiga arziydi. Men imkoniyati bor Uyg'ur qarindoshlarning bu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilib, nashr qildirishini umid qilaman. Debdu Erkin Sidiq akimiz maqolasida. Benim o resmi kitapninki. Şunda qilib paylash manbasini şu what men and the woman need to know about each other. Dr. Yasir Qazi 25th May 2013 YouTube'da yüklengen şu mazmunni ko'rsanglar. Ondan keyin what women need to know about men deganni ko'rsanglar bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, ayollarning erlarga to'g'riliq bilishga tegishli mazmunlar mana shu 7 mazmunga ixchamlanibdi. Qadrli qarindoshlar, endi bu mazmunni bir qata deb etsak, ayollar bilishga tegishli erlarga oid muhim ishlarning birinchisi, erlar ayolidan istaydigan birinchi o'rindagi narsa hurmatlanishdan iborat. Onundan keyingi mazmun ikkinchisi, erlar ayolidan xabar oladigan qilib yaratilgan degan mazmun. Uchinchisi, jinsiy munosabat erlarga kuch-quvvat ato qiladi. To'rtinchi, erlarni hamma ayollar jalb qiladi. Beşincisi, beşinci mezmun, erler üçün romantik münasebet diyen söz, cinsi münasebet diyen söz bilen okşaş. Altıncısı, çıraylık buluşku intilişinin özü bir xil güzellik. Yettincisi, erlerinin önkürdeki vaktıga ihtiyacı var. Degan mazmunken qadrli qarindoshlar, bu kitobni el kitob, tor kitob shaklida Erkin Sidiq akamizningki Ma'rifat tor bekitidan tushirib o'qiy olasizlar, hamda Istanbuldagi kitobxonlardan sotib ola olasizlar. Menga desanglar, men bu evatib beralayman qadrli qarindoshlar. Andan bo'lsa bugungi darsimiz mishada oyoqlashdi. Kelar hafta yana turmushning muhim savodlari va saboqlari ustida yangi maqolalarni o'qishga nisip qilg'ay Alloh iyimiz. Hammalarning ro'zi Ramazon muborak bo'lsin. İnşallah hayatımdaki en güzel bir Ramazan buluşunu tileyme. Allah'ın özgü emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.